Assalomu alaykum hurmatli professor o'qituvchilar, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz teskari matritsa va uning xossalari. Teskari matritsa qanday hisoblanadi, uning formulalari qanday, misollar qanday yechilishi bo'yicha bugungi mavzuyimizda batafsil sizlarga tushuncha berib o'tamiz. Demak, teskari matritsani hisoblash uchun bizda avvalambor matritsa A, ya'ni A matritsasi yoki xohlagan bir matritsasi berilgan bo'lishi kerak. Ya'ni mana ko'rib turibmiz, bizda birinchi qator birinchi ustun, birinchi qator ikkinchi ustun va hokazo ko'rinishdagi matritsaning ko'rinishi berilgan. Endi dastlab bizda teskari matritsaning shartlari bor. Ya'ni bizning A matritsamiz, ya'ni topilgan B matritsasi ko'paytmasi B matritsaning A matritsasi ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak va u birlik matritsa bo'lishi kerak. Ya'ni teskari matritsamiz B matritsamizga teng bo'lishi kerak. Demak, teskari matritsa qanday hisoblanadi degan savolga mana biz quyidagicha javob berib o'tamiz. Teskari matritsani hisoblash uchun dastlab A matritsasining determinanti hisoblanadi. Determinantni ko'rib o'tamiz qanday hisoblanishini. 1 bo'lingan det A, ya'ni A matritsasining determinanti va o'sha A matritsasining transportirlanganiga ko'paytiramiz. Ya'ni ko'ryapmiz, 1 bo'lingan det A ko'paytirilgan shu A matritsasining transportirlangani. Endi bu yerda bizda qo'shimcha bir ma'lumot kirib kelyapti. Ya'ni transportirlash. Transportirlash qanday amalga oshiriladi? Transportirlash qator va ustunlarning o'rinlarini almashtirish orqali paydo bo'ladi. Biz uni hozir quyidagicha video rolikda ko'rib o'tishimiz mumkin. Diqqatingizni video rolikka qaratishingizni so'rab qolaman. Ko'rib turganingizdek, A matritsasining qatorlaridagi elementlari uning ustunlariga kelib tushyapti. Va shu taxlitda amalga oshiriladi. Ko'rganingizdek, transportirlash va quyidagicha amalga oshiriladi. Demak, endi misolga murojaat qiladigan bo'lsak, mana bizga misol berilgan, bizga va A matritsasi berilgan. A matritsasi 3 ga 3 lik kvadrat matritsasi hisoblanadi, chunki uning 3 ta qator va 3 ta ustuni bor. Bizga masalaning shartida aytayapti, A matritsasining teskari matritsasini toping deyilgan. Biz formuladan foydalangan holda masalaning dastlab determinantini hisoblab olamiz. Determinantini biz oldingi darslarda video lavhalarda qo'yib o'tganmiz. Yuqoridagi videolardan tanishib o'tishingiz mumkin. Determinantni hisoblaymiz, ya'ni 2 1 ko'paytirsak 2 -3 plus 0 -2 plus 18 ayrilgan 0 va ularni hisoblasak javobimiz 15 ga teng bo'lyapti. Demak, determinantimiz 0 ga teng emas va uning teskari matritsasi mavjud deb aytiladi. Endi shu borada savol tug'iladi. Agarda determinant 0 ga teng bo'lib qolsa nima bo'ladi? Agar determinant 0 ga teng bo'lsa, teskari matritsasi mavjud bo'lmaydi. Bizga shart berilgan, albatta determinant 0 dan boshqa, ya'ni farqli son bo'lishi kerak. Va biz determinantimizni topib oldik. Asta-sekinlik bilan formulamizga qo'yib boshlaymiz. Bizda A ning teskari matritsamizning formulasiga qo'yadigan bo'lsak, 1 bo'lingan 15 va matritsaning transportirlangani. Endi matritsani transportirlanganini hisoblab bo'lgandan keyin har bir matritsaning algebrik to'ldiruvchisini hisoblab chiqamiz. Algebrik to'ldiruvchilar qanday hisoblanadi? Va ularni quyidagicha ko'rib o'tamiz. Algebrik to'ldiruvchilari quyidagicha amalga oshiriladi. Mana birinchi qator birinchi ustun algebrik to'ldiruvchisi -1 ning 1 + 1 darajasi, determinant 1 3 -3 1. Dastlab determinant hisoblanadi va oldidagi songa ko'paytiriladi. Natijamiz 10. Birinchi qator ikkinchi ustun matritsamizning algebrik to'ldiruvchisi quyidagicha hisoblanadi, ya'ni -1 ning 1 + 2 darajasi va quyidagicha determinant. Determinantni dastlab hisoblab olamiz va oldidagi songa ko'paytiramiz. Natijamiz 3 ga teng. Va birinchi qator uchinchi ustun to'ldiruvchisi -1 ga teng, ikkinchi qator birinchi ustun to'ldiruvchisi -5 ga teng,
ikkinchi qator ikkinchi ustun to'ldiruvchisi 0 ga teng, ikkinchi qator uchinchi ustun to'ldiruvchisi 5 ga teng va uchinchi qator birinchi ustun -5 ga teng, uchinchi qator ikkinchi ustun esa -6 ga teng va hokazo shaklda hisoblanib boriladi. Endi algebrik to'ldiruvchilarni hisoblab bo'lganimizdan keyin, determinantni hisoblab bo'lganimizdan keyin ikkalasini ko'paytiramiz. Ya'ni 1 bo'lingan 15, bu yerda 10 -5 -5 algebrik to'ldiruvchilarni hisoblab chiqqanimizdan keyin o'sha matritsaga olib kelib joylashtirib chiqamiz. Joylashtirish mana quyidagicha amalga oshiriladi. Demak, qo'yamiz chiqqan natijani 1 bo'lingan 15. Mana bizda teskari matritsamiz bunga teng. 1 bo'lingan 15 matritsasi 10 -5 -5 va hokazo. Endi bizda dastlabki berilgan A matritsamiz. Unga ko'paytmasi bizda hozir birlik matritsasi bo'lishi kerak. Biz shuni hisoblab chiqamiz. Ko'paytirib chiqqan holatimizda, ya'ni 1 bo'lingan 15 ni dastlab bu A matritsasining har bir elementiga ko'paytirilib chiqiladi. Ko'paytirilib chiqilgandan keyin dastlabki A matritsaga ko'paytiriladi va ikkalasining ko'paytmasidan bizda birlik matritsasi kelib chiqadi. Endi bu yerda ko'paytirishlarni biz oldingi, ya'ni birinchi video darslarimizda ko'rsatib tushuntirib batafsil o'rgatib o'tganmiz. Birinchi videodan ko'rib o'tishingiz mumkin. Matritsalarning ko'paytmasi bizda mana birlik matritsasini beryapti. Demak, topilgan teskari matritsamizning javobi to'g'ri degan xulosaga kelishimiz mumkin. Demak, birlik matritsa degan nima degan savolga shu yerda javob berib o'tib ketamiz. Diagonal elementlari 1 ga teng, diagonal elementlardan boshqa bo'lgan elementlarning hammasi 0 ga teng bo'lgan matritsa bu birlik matritsasi deb aytiladi va u lotin E harfi bilan belgilanadi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi.